Avuç geçiyor. Ayar mısınız? Lisan. Kim? Selamünaleyküm. Ne iş yaptın? Allah. Peki çıkaralım. Yaptığımız tarihe koyuyor. Bizni uyimizda bo'lgan to'y haqida Elduz, Ibrohim Muvahhid, Rassom Tuz, yana bitta troll, bu anavi har turli, ya'ni mavzulari bir-biriga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan odamlar bu masalani qo'yib bir xil fikr bildirishyapti. Ibrohim Muvahhid havorij. Payg'ambar alayhissalotu vassalom hadislarida kelganidek, kilobun nar, jahannamni iti bo'lgan yuzi bet bola. Endi Eltos ateist, Goluboy odam, Goluboy parvar odam mening ustimdan Goluboylikka qarshi targ'ibot qilyapti Shvetsiyada deb ariza yozgan odamlarning boshidagi jurnalisti. Endi shularni tarqatayotgan infosi bilan saflar aniq bo'lyapti-da. Kim qayerda turgani, kim nima qilyapti. Do'stlar, bizni uyimizda to'y bo'ldi. To'yda meni qizlarim ham oq kiyim kiyib olishdi. Qizlarim. Bu bizni uyimizda meni singlimni dugonasini chiqardik. To'y munosabati bilan bizni oilamizda ya'ni to'y kayfiyati bo'ldi. Maylimu? O'zbegim elida yursam maylimu? Shavkat Rahmon shunaqa degan. Maylimi to'y qilsak, Abror 7-kun uylanibdi deyapti. Eltus. Dalil so'rasangiz dalil bermaydi. Qanaqa 7-chi? Ben uylanganim yo'q. Ben uylanganim yo'q. Uyimda to'y qildim. Bizga yaqin bir oilani qizi bizni uyimizdan chiqdi. Surnay karnay qildik. Endi u kelinni, u kuyovi ham chiqib munosabat bildirsinmi endi? Ha? Men to'yda to'y kiyimini kiyadi har qanaqasi. O'tda videoni olib tarqatayotganlar, qiyomatda javob berasizlar. Bir oilani ichidagi videolarni olib ko'chaga tarqatib olish uchun inson xoin bo'lish kerak. Unga javob berasizlar. U tarqatganlar alohida mayli. Lekin Abror 7-ga uylanibdi. Qiz 2006-yilligi ma'lum deyapti. Eltuz aytyaptiki, qizni 2006-yilligi ma'lum. Yo'q, u ma'lum emas, seni Goluboyliging ma'lum. Durat bobojon. Seni Goluboyliging ma'lum. 2006-yil qiz. Qayerda 2006-yilimiz? O kelinimiz ham 2000 bilmayman, 2002 mikan, 2001 mikan shunaqa. 2002 bo'lsa kerak, adashmasam. Kelinimiz, singlimni dugonasi Islom akademiyasida o'qiydi u qiz. Ilmli, madaniyatli oilani farzandi. Bizni uyimizdan chiqarishdi. Bizga ishonib omonat topshirishdi. Tog'alar bilan telefonda gaplashib shunaqa dedik. Men o'sha uydan chiqaraversak kelishdik. Bizni uyimizdan chiqdi. Maylimi? O'z elim yurtida yursam maylimi? Shavkat Rahmonni o'qilayman. Qarang. Tafriqa soluvchi diniy chiqishlari va haqoratlari bilan tanilgan bloger Abror Muxtor Ali Abror Abduazimov 49 yoshda 7-bor uylandi. Eltuzning xabari bu. Bu Eltuzda oxiratga iymon yo'q-da, dunyoda qo'lga tushmayman deb o'ylaydi. Shvetsiyada yuribdi. Shu Goluboylarga soliq to'lab, o'shalarning ichida o'shalarni qo'llab-quvvatlab yuribdi. Bu dunyoda qo'lga tushmayman deb hech narsa qila olmaydi. Hani Komil degan Goluboy bor-ku. Uni ham shunaqa. Meni hech kim hech narsa qila olmaydi deb og'ziga kelganini gapiraveradi bular. Biz oxiratga iymon keltirganmiz. Dunyoda haqorat qilib, tuhmat qilib, shunaqa montajlarni tarqatib, boshqa mavzuga tupurgilab, yopishtirib tarqatayotganlar.
Bu qiyomat bor. Agar iymoninglar bo'lsa, ko'zinglarni ochinglar. Rasulullohdan bir hadis bor. Odamlar bir narsani, bir kalimani o'ylamasdan gapirib oladi, o'sha sababli jahannamning qa'riga ketadi deganlar. O'ylamay gapiryapsizlar. U qancha oila hozir o'sha videoda tushib qolgan, mehmonga kelgan bechora oilalar qanaqa muljon bo'lishyapti, qanaqa ya'ni e, tashvishga tushishyapti. Farqi yo'q ularda. Buni entuzga farqi yo'q. U ateist u. Oxirati yo'q buni. O'lgandan keyin ketdi bularning hayotida shunaqa. Sizlarga men oldindan aytardimki, entuz bilan, ya'ni ateistlar bilan havorijlarni uslubi bir xil. Unisi ham, bunisi ham bir xil ashulani aytadi. Mana isbot. Eltiz qo'ygan boshqa mavzuni boshqa mavzuga montaj qilib qo'yganini Ibrohim Muvahhid qo'yyapti. Endi ijtimoiy tarmoqlarda bilasizlar, 100% odam oppoq emas, farishtadan iborat emas. Payg'ambar alayhissalomdan yana bir hadis bor. Qiyomatga yaqin rost gapiradigan, ishonchli odamlar qo'l bilan ko'rsatadigan darajada kamayib ketadi deganlar. O'sha davrlarga kelib qoldik-ku. To'g'ri gapni shundoq boshqa tomonga burib olib, bayram qilishyapti. U to'y qilish mumkin emasmi bizga? Ha? Shavkat Rahmonning o'qimidagi Rasulullohga galat. Hammamiz quyoshda kuygan jizzamiz. Qachon tiz cho'kuvdik, hamon izzamiz. Sirqirab og'riydi shishgan tizzamiz. O'rindan ozgina tursak mayli bu. O'tganlar bari bek, qolgan javdirar. Gardanda ko'rinmas g'ullar shaldirar. Mehnatdan yorilgan qo'llar qaltirar. O'z bekim yurida yursak mayli bu. Nasimlar gullamish ozod tog'larda. Ozodlik mujdasi so'l sog'larda. Bobolar qiynalib tikkan bog'larda. Ag'anab bir xayol sursak maylimi? Necha ming alloma jo'martlar o'lgan, tafakkur sasigan, ruhlari so'lgan, urug'lar aynigan tap-taqir cho'lda o'z bekim davlatin qursak maylimi? 150 yildirki mana shu holat, hanuz davom etar makkor tijorat. Bilmadim qayerdan ushbu jaholat, nega siz bo'lmaysiz sira hijolat? Nega men so'rayman sizdan ijozat? O'z uyimda o'zim to'y qilsam maylimi? Ha, o'lganlar intizlik deyman.